Makka-i Mukarramada bir ayol bo'lgan ekan. U ayol juda chiroyli, juda go'zal. U bir kuni eriga aytdiki, mendan birorta erkak fitnaga tushmasdan qolmasa kerak dedi. Meni ko'rgan erkak borki fitnaga tushadi dedi. To'g'rimi dedi eriga? To'g'ri dedi eri. Shunda ayol aytdiki, Makkada kim bor, men uni fitnaga solaman. Eri aytdiki, Ubayd ibn Umayrni sen fitnaga sololmaysan dedi. Agar ruxsat bersang fitnaga solaman dedi. Er xohlasang fitnaga solib ko'r. Erni qarang, Dayus xotiniga ruxsat beryapti. Bir ulug' zotni, taqvoli bir erkakni fitnaga solishga izn beryapti. Ayol izn olib, o'ziga oro berib, bo'yanib, Ubayd ibn Umayrni huzuriga borib chaqirdi. U zot chiqdilar. Chiqdilar, ayol turibdi. U yuzini ochdi. Yuzini ochuvdi, oyparchadek bir go'zal ayol turibdi. Shunda u ayol aytdiki, "Ey Ubayd" dedi. "Men senga oshiq bo'lib qoldim. Men seni yaxshi ko'rib qoldim. Yumshoq to'shaklarga, yaxshi kechaga nima deysan?" dedi. Shunda Ubayd ibn Umar javoblarini qarang. "Xo'p" dedilar. "Faqat men sendan bir narsa so'rayman, to'g'risini aytsang, javobni to'g'ri aytsang, mayli" dedilar. So'radilar. Ubayd ibn Umar aytdilarki, "Xo'p, men sen bilan shu sen aytayotgan hojatni qilaman. Ammo lekin o'lim farishtasi kelganda, seni joningni olayotganda, mana shu ishni qilishim seni xursand qiladimi?" Ayol hayron bo'lib, "Allohumma la" dedi. "Yo'q, Allohim yo'q" dedi. Endi dedilar, "Qabrga kirding. Qabrga kirganingda savol munkar nakirlar kelib seni so'roq qilayotganda, mana shu qilgan ishim, mana shu ishni qilsam seni xursand qiladimi?" dedilar. "Allohumma la" yo'q dedi. Yana aytdilarki, sahifalar tarqatilganda, ya'ni nomai amallar insonlarga tarqatilganda, mana shu ishni qilishim seni xursand qiladimi dedilar. "Allohumma la" yo'q dedi. Yana aytdilarki, Sirot ko'prigidan o'tayotganingda, jahannamning ustida qildan ingichka qilishdan o'tkir ko'prikdan o'tayotganingda, mana shu ishni qilishim seni xursand qiladimi dedilar. "Allohumma la" deb yig'lashni boshladi. Parvardigor olamning huzurida turganingda, Alloh bilan o'rtangda hech vaqo bo'lmaganda, mana shu ishni qilishim seni xursand qiladimi? Ayol "Allohumma la" dedi, yig'lab dod dedi, ketdi. Ana shu ayol zamonasining eng